Xonanda Farhod va Shirin haqida xabarlar tarqaldi va keng muhokamalarga sabab bo'ldi. Assalomu alaykum qadrli tomoshabin, kunning tezkor xabarlarini o'tkazib yubormaslik uchun video ostida like tugmasini bosishni hamda obuna bo'lishni unutmang. Farhod va Shirin yana birga bo'ladimi? Bu savol so'nggi kunlarda ijtimoiy tarmoqlarda eng ko'p muhokama qilinayotgan mavzulardan biriga aylandi. Sababi mashhur xonanda Farhod Sulaymonov Show Biznes yangiliklar sahifasiga bergan intervyusida aynan shu masalaga oydinlik kiritdi. Intervyu davomida Farhod Sulaymonov uning shaxsiy hayoti, o'tmishdagi munosabatlari va muxlislarni qiziqtirayotgan eng asosiy savol Farhod va Shirin juftligi qayta tiklanadimi yoki yo'qmi degan mavzuda ochiq-oydin fikr bildirdi. Xonandaning so'zlariga ko'ra, Farhod va Shirin munosabatlari oddiy sahna ortidagi gap so'zlar emas, balki haqiqiy his-tuyg'ularga boy bo'lgan. Ularni birlashtirgan nafaqat ijod, balki o'zaro hurmat va tushunish ham bo'lgan. Ammo hayot har doim ham rejada muvofiq ketavermaydi. Farhod Sulaymonov ta'kidlashicha, ayrim qarorlar hissiyot emas, aql bilan qabul qilingan. U o'tmishga hurmat bilan qaraydi, ammo hozirgi kun bilan yashash kerakligini alohida uqtirib o'tdi. Shu bilan birga u Shirin haqida yomon so'z aytmadi, aksincha uning shaxs sifatidagi o'rnini e'tirof etdi. Eng qiziq joyi shundaki, xonanda hech qachon demayman deya javob berdi. Bu esa muxlislar orasida umid uchqunini yanada alangalatdi. Ayrimlar bu javobni yaqin kelajakda yarashuv bo'lishi mumkinligiga yo'ysa, boshqalar esa bu faqat odob yuzasidan aytilgan gap deb hisoblamoqda. Intervyudan so'ng ijtimoiy tarmoqlarda fikrlar ikkiga bo'lindi. Farhod va Shirin bir-biriga yaratilgan juftlik deganlar ham bor. Har kim o'z yo'li bilan ketishi kerak deya hisoblovchilar ham kam emas. Vaqt barchasini o'z o'rniga qo'yadi, ammo bir narsa aniq. Farhod va Shirin juftligi hali ham jamoatchilik xotirasida va ular haqidagi har qanday yangilik katta qiziqish bilan kutib olinadi. Siz nima deb o'ylaysiz, qadrli tomoshabin? Farhod va Shirin yana birlashadimi yoki bu sahifa butunlay yopilganmi? Fikringizni izohlarda qoldiring. Sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabarlarimiz shundan iborat edi. Shu va shu kabi xabarlarni o'tkazib yubormaslik uchun video ostida like tugmasini bosishni hamda obuna bo'lishni unutmang. Bizni qo'llaganlarni Allohning o'zi qo'llasin.